Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun bir bemorimiz murojaat qilgan ekanlar. Umuman buyrakdagi toshi bilan qiynalgan bemorimiz kelishgan, bizning ishxonada davolanishgan. O'sha birinchi ikkita kurs oldinglarmi yo bitta kurs oldinglarmi? Bitta kurs olganlar, bitta kursda toshlari tushgan, yuragidagi toshlar tushgan. Ya'ni mana shu aralashmani qilib berganmiz. 12 kunga bo'lib bergandik. Aslida buni maydalab bir oy ham etsa bo'ladi. Endi natijalar bilan o'rtoqlashamiz. Keling, bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bular o'zlari videoga tushishni xohlashmayapti. Endi konfidensialniy deydi mana. Уретрогидронефроз слева, конкремент проекция устья мочевой пузыря слева deyapti. Nechi bo'lgan ekan toshlari kattaligi? Tak. Pochkada toshlar bo'lgan ekan, 10 mmlik toshlar bo'lgan ekan. Chap pochkada. Tak, hozirgi analiz natijalari esa mutlaqo toshlar yo'qligini ko'rsatyapti. Mana. Toshlar yo'qligini ko'rsatyapti. Konglomerat soley abex pochka deyapti, faqat tuz qolgan, tosh qolmagan deyapti. Avvalo endi bu narsani bir maqtanish maqsadida yo bo'lmasam nimalarga qodirimiz ko'rsatib qo'yaylik degan maqsadda emas. Yo bo'lmasam boshqa maqsadda emas. Bu shunchaki giyohlardan bo'lgan natijani ko'rsatish edi maqsad. Undan tashqari Allohning marhamati bilan shifo topganlar bular. Bu narsalarda foyda borligi, o'sha sostavda foyda borligini bir belgisi sifatida va qiynalayotgan boshqa viloyatdagi bemorlar bularga aytadi. Masalan, Angren shahridan bular bemorlarga aytadi, pochkasida kimda toshi bo'lsa, boringlar, doktor Ibragimovga lecheniya olinglar deb aytadi, to'g'rimi? Lekin chekadagi viloyatdagilar bilmaydi bu narsani. Xorazmliklar, Andijonliklar, Sirdaryoliklar, Jizzaxliklar, umuman butun O'zbekiston, kerak bo'lsa Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston xalqi ham bu narsani bilmasligi mumkin-da. O'shaning uchun yaxshi natijalar bilan bugun juda xursand bo'ldim. Bular ham juda xursand bo'lishyapti. Bez operatsiya toshdan qutulgandan juda ham baxtiyor. To'g'rimi, opa? To'g'ri, katta rahmat. Endi bir og'iz biz yengil qutuldik. Yashang, mashalloh, mashalloh. Hammaga shifoyi komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov bemalol 90lik 349 05 30 raqamiga, ma'lum raqamim, shaxsiy raqamim, o'rtada hech qanaqa o'rtakashlar yo'q. Qo'ng'iroq qilib zakaz qilishingiz mumkin. Xuddi shu doridan yasab beriladi. Pochkasida toshi borlar va boshqa muammosi borlar, boshqa muammo bo'lgan taqdirda ham murojaat qilsaydi, yordam beramiz. Mioma matki, eroziya sheyki matki, bemalol. Ichak raki, ichakdagi shamollashlar, kalit, ich qotishi, ich kemasligi, o't qopida dimlanish, o't qopida tosh bo'ladimi, jigar yog' bosishi, o'pkada muammolar, hamma kasalliklarga dorilar bor, giyohlardan dorilar yasab beramiz. Allohning bergan ilmi bilan, sizga bergan shifosi bilan inshaalloh bizni sababchi qilgan bo'lsa, siz azizlarga yordamimiz tegadi. Hammaga shifoyi komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.